Assalomu alaykum barchaga. Biz Turonbank tomonidan Surxondaryo viloyati Denov tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerda Chin mahallasida limon ko'chatlarini birinchi qo'l yetkazib beruvchi dehqonlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Turg'un aka. Bu yerda hozir kimning issiqxonasi hamda necha gektarga joylashgan, qisqacha ma'lumot bersangiz va qanday turdagi limon ko'chatlari bu yerda bor? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Bu issiqxonamiz Bahrin akamniki. Yerda ko'chat, dehqonchilik shega yetishtiradi. Mana limon, apelsin, mandarin, даже manaka kumquvvatlar ham uncha-muncha joylarda yo'q. Sheda yetishtirib sotyapmiz. Apelsin, mandarin va limonlar hammasidan bor. Limon, apelsin, mandarin hammasidan qilganmizda bir 3000 ta hammasidan bor. Limonlarimiz bor, bir 3000 ta, 4000 ta. Mana shu limonariyamiz bu 15 sot qurilgan. Shuni ichiga dehqonchilik qilib, ba'g'i limon hosildorlik olamiz, ba'g'i orasiga ko'chat qilib sotamiz. Bu yerda hozir aka necha yillik ko'chatlar bor? Bu yerda 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan ko'chatlar bor. Demak, meva kirgan ko'chatlarni ham shu yerdan olsa bo'ladi. Bu yerda sherdan olsa bo'ladi. Mana aka hosili bilan ko'chatlarimiz turibdi. Ha, bu namuna sifatida ekan. Bular Eronniki. Mana hosili bilan turibdi. Bu hozir apelsinimiz bu. Mana shunday qilib tayyor qilib qo'yibmiz. Yil 12 oy mana shu holda olib borib eksa bo'ladi. Turg'un aka, hozir bu yerda ko'rib turibmiz, boshqa meva ko'chatlari ham bor ekan. Juda ham sifatli hamda hosilga kirganlari ham bor ekan. Bor. Bu yerda mana kumquvvat bor. Mana shunaqa qilib satilga ekib tayyor qilib qo'yibmiz. Qishin yozin yil 12 oy mana shuni olib eksa bo'ladi. Narxlari mana shularda 1 yoshdan 3 yoshgacha bor. Endi puli ham 50 mingdan 150 minggacha bo'ladi. Yangi tashabbuskorlarga misol uchun ko'proq olaman desa, ko'proq olsa yana kelishtirib beramiz. hozir videoni ostiga sizlar raqamlaringizni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Mana bunimiz mandarin, mana ko'chatlarimiz. Bu ham tayyor mana aka. Qishin yozin yil 12 oy eksa bo'ladi buni. Shu satildan shuni chiqarib yerga ekiladi bu, tayyor. Demak, yangi boshlovchi hamda o'zini tomorqasiga ekmoqchi bo'lganlar uchun ham oson. Oson, ha. U vaqt yo mana bunday sezon kutmaydi. Qaysi oyda xohlasa, yozda o'rtasida ham eksa bo'ladi buni. Akajon, bu qaysi turdagi meva? Bu chisto turetskiy mandarin bu. Buni ham satilga ekib qo'yibmiz. Tayyor. Buni ham yil 12 oy xohlagan oyda eksa bo'ladi. Bu Turkiyadan kelgan mandarinlar. Evant qilingan, tayyor bu 3 yoshlik ko'chat. Yilga 100% xudo xolasa hosil beradi. Assalomu alaykum akajon, bu limon ko'chati qaysi navga tegishli, necha yoshli hamda narx-navolar haqida batafsil yoritib bersangiz, marhamat. Buning yoshi 1 yillik aka. Mernov 20 sotyapmiz. Kelishamiz aka. Hozir videoni ostida sizning raqamlaringizni qoldirsak, bemalol aloqaga chiqishaveradi, to'g'rimi? Bu limon ko'chatlaridan nechta bor aka sizda? Mingtachalardan ko'proq. Ya'ni mingta atrofida bor.